Bugun biz odatdagidek studiyada va kostyumlarda emas, havo sovuq va qor bo'lishiga qaramasdan ko'chada jamoamiz bilan birgalikda tasvirga olish jarayonlaridamiz. Agar sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Qani ketdik. Eslatib o'taman, ushbu harakatlarni yo'llarda takrorlash qat'iyan man etiladi. Shuning uchun biz ham ushbu jarayonlarni maxsus avtodromda tasvirga olmoqdamiz. Bugun biz bar shinalari qay darajada sifatga javob berishini tekshirib ko'rmoqdamiz. Bu jarayonni amalga oshirishda bizga 2025-yilda O'zbekistonda drift bo'yicha chempion Artyom yaqindan yordam beradilar. Nega aynan sovuq va qorli ob-havoda ushbu jarayonni amalga oshiryapmiz degan savol ham bor, chunki yog'ingarchilik ob-havoda mashinaning harakatlanishi qiyinlashadi va yo'llarda ko'ngilsiz voqealar ko'paya boshlaydi. Ushbu jarayonlarni oldini olishda esa shinalarning ahamiyati juda ham muhim. Hozir biz maxsus avtodromdamiz. Bu yerda esa ayrim harakatlarni amalga oshirib, bar shinalari qay darajada sifatli ekanligini tekshirib ko'rmoqchimiz. Qani, siz tayyormisiz? Biz tayyormiz. Unday bo'lsa, qani ketdik. Bar shinalari qay darajada sifatga javob berishini tekshirib ko'rish uchun mashinaga kelib o'tirdik. Hozir birgalikda amalga oshiramiz ayrim harakatlarni. Ochiqni aytsam, o'zim uchun ham qiziq, qay darajada yaxshi o'tishi va shinalarning Artyom, shinalarning ahamiyati qanchalik mashinada muhim harakatlanishda? Mashina uchun shina juda muhim. Birinchidan, bu yo'l bilan ulanish uchun kerak. Bugun biz Bars shinasini eng ekstremal sharoitlarda sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Bu yerda qor, ho'l asfaltni ko'ryapsiz, qo'shimchasiga istalgan vaqtda tezlikni oshirishi mumkin bo'lgan drift mashinasi. Hozir qorda gazni bosishga urinib ko'ramiz. Ko'ryapsizmi? Mashina asfalt bilan ulanib tezlashyapti. Ya'ni bu balon sifati yaxshiligi va yo'l bilan yetarlicha ishqalanishga egaligini ko'rsatadi. Shuning uchun menimcha bu shinani juda yaxshi deb atash mumkin. Mana gazni bosyapti. Qorda harakatlanayotganimizga qaramay, bu vaqtda mashina tezlashishi kerak. Hozir yo'llarda qor bor. Biz aynan mana shu qorlarda ayrim harakatlarni amalga oshirmoqdamiz. Qani ko'ramiz, bars balonlari qay darajada ushbu noqulay ob-havoda ham harakatlana oladi. Ochig'ini aytsam, biroz qo'rqyapman. Mana yana ko'rdikki, aslida sirpanchiq qorda qiynalib qolishi kerak bo'lgan mashina tezlashdi va oldinga harakatlanyapti. Ya'ni qorda ham yo'l bilan ishqalanish juda yaxshi. Yana bitta test drive. Hozir maxsus harakatlarni, ayrim harakatlarni biz maxsus avtodromda amalga oshirmoqdamiz. Bu harakatlarni yo'llarda amalga oshirish mumkin emas. Biz maxsus harakatlarni mashinada bajarib oldik. Yana bir bor eslatib o'taman, ushbu harakatlarni yo'llarda bajarish taqiqlanadi. Biz esa maxsus avtodromda ushbu harakatlarni amalga oshirdik. Endi esa mashinadan tushamiz va shinaning holatini tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. Hozir biz Artyom bilan birgalikda bar shinalarini holatini tekshirib ko'rmoqdamiz. Maxsus harakatlardan keyin. Bu harakatlardan keyin ochig'i o'zimning ham ahvolim u darajada yaxshi emas. Shinalarning holati qanday ekan? Keling tekshirib ko'ramiz. Keling tekshiramiz.
Mana ko'rib turganingizdek, shina deyarli yangidek. Hech qayerda hech narsa uzilib ketmagan. Bu muhim, chunki yomon shina bo'laklarga bo'linishni boshlaydi. Bu yerda esa bir maromda juda kam miqdorda yedirilgan. Bu shina uchun maksimal yaxshi ko'rsatkich. Eng muhimi, yo'l bilan yaxshi ishqalanish bor. Hatto shunday noqulay ob-havoda ham. Bu yerda muz, suv, ho'l asfalt, qor uyumlari, bunday og'ir sharoit uchun shina o'zini yaxshi ko'rsatdi va u mavsum tanlamas degan nomini to'liq oqladi. Bu rostdan ham barcha fasllarga birdek to'g'ri keladigan shina ekan. Hozir Artyom mashinaga o'tirib, belgilangan joyda tormozni bosadi, men esa uni o'lchab ko'raman. Qani ketdik. Поехали проверять. Mashina harakatlanishga tayyor. Hozir esa men ularga belgi beraman va harakatlanishni boshlaydi. Qani ketdik. Hozir maxsus belgilangan joy va ularning to'xtagan joyi oraliq masofasini o'lchaymiz. Aha. Mana bitta, to'g'rimi? O'lchadik mana. Kameraga ham ko'rsatmoqchimiz. Tormoz yo'li uzunligini o'lchab ko'rdim. 4 metr 30 santimetrni tashkil qildi. Bu qanchalik yaxshiligini bizga Artyom gapirib beradi. Hozir kichik maydonda soatiga 40 kilometrgacha tezlikka erishdik va shu tezlikda tormozni oxirigacha bosdim. По всем тормозам, которые есть в автомобиле. Tormoz yo'li 4 metr 30 santimetrni tashkil qilgani bunday noqulay sharoit uchun zo'r ko'rsatkich deb hisoblayman. Для этой покрышки. Sevinch, keling endi bu shinani haqiqiy ekstremal sharoitda tekshirib ko'ramiz. Aniqrog'i, hozir burnout qilib rezinaning kuyishini kuzatamiz. Bu driftchilarning eng sevimli ishi. Men uchun juda ham qiziq bu holat. Qani ketdik, birgalikda ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Mana shu driftchi uchun eng yoqimli hid tutun hidi. Va hidning yoqimliligiga qaraganda shina yaxshi ekan. Bahonada burnout nimaligi haqida ham ma'lumotga ega bo'ldim. Xo'sh, qanaqa bo'ldi Artyom burnout jarayonlari? Burnout jarayoni menga juda yoqdi. O'zi hamma driftchilar buni sevadi. Buning ustida shina o'zini juda yaxshi tarafdan ko'rsatdi. Rezina bir me'yorda ishqalandi va eng muhimi bo'laklarga bo'linmadi. Bu juda muhim ko'rsatkich. Umuman olganda bu shina test drive'dan juda yaxshi o'tdi. Barcha shinalarni testdan o'tkazish jarayonimiz ham o'z yakuniga yetdi. Siz ham guvoh bo'ldingiz qay darajada talabga javob berishiga. Shu kabi foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizni kuzatib borishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Biz esa Artyomga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.